Assalomu alaykum birodarlar. Sog'sizlar do'stlar. Do'stlar, hozirgi kuniga ham kelib mana yosh bolachalarni ismalab qolishi va jigardagi viruslar, mana ABCD farqi yo'q, qaysi bo'lishidan qat'iy nazar va qondagi infeksiyalar. Mana farzand ko'rishlik kech qolyapti. Erda yoki xotinda torch infeksiyasi bor. Shunaqa muammolar, onkologiya, ya'ni rak deymiz-ku. Ko'pincha mana ayollar ko'krak bezi saratoni problemalari bormi do'stlar? Infeksiyalar xullas, Ana shularga bokan, shunday bir mo'jizakor daraxt bor ekanki, Xitoyga qadriga yetib, buni xitoyliklar iste'mol qilib kelar ekan. Va hattoki eng qizig'i Yevropa davlati meditsinskiy mana sohada ishlaydigan tadbirkorlari o'zimiz Osiyo va O'rta Osiyodan shuni arzimagan pulga quritilgan bargini sotib olar ekan do'stlar. O'zimizga borkan katta pulga kapsula qilib qaytarib sotar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Bu nima deb o'ylaysiz? Bir pillaga beramiz. Nopisanchilik ko'zi bilan qarab kelayotgan mana oddiygina tut daraxtni bargi birodarlar. Ana shuni shundoq bir hovuch, ikki hovuchini oling, 1 litr qaynab turgan suvga soling va o'shani 10 daqiqa qaynatib 3 mahal iste'mol qilib yuring. 3 oy 4 oygacha mayli dorilaringizni ham iste'mol qiling, buni qo'shimcha tariqasida ichib yuring. Undan tashqari mana tanasi bilan qo'shib qaynatsangiz, hattoki sahnni me'yorlashtiradi. Oshqozon osti bezi, jigar faoliyatini, hattoki o't, taloqni ham tozalash xususiyati bor ekan do'stlar. Ko'ryapsizmi, bundan ortiq yana sizga nima tavsiya qila olishim mumkin birodarlar? Foydalanib yo'qotadigan narsangiz yo'q-ku. Katta pulga dori-darmonlar olib kim qayerlarga boryapsizlar? Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat siz xayr. Asosida o'zida asrang. Eshak ham xayrab qoldi.